Hozirgi kunda iqtisodiyotni chuqur tushunadigan va ta'lim sohasida yangicha fikrlay oladigan mutaxassislarga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ana shu ehtiyojni qondirish maqsadida tashkil etilgan Iqtisodiyot va pedagogika universitetiga 2022-yilda asos solingan bo'lib, hozirda 34 ta bakalavr va 5 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha 20 ming nafar talaba tahsil olmoqda. Talaba yoshlarimizga zamonaviy va innovatsion dasturlar asosida 250 nafardan ortiq oliy toifadagi pedagog o'qituvchilar ta'lim berishmoqda. Ulardan 97 nafari fan nomzodi, dotsentlar, 17 nafari fan doktorlari, professorlar, 50 nafardan ortiq professor o'qituvchilarimiz dunyoning mashhur davlatlari, jumladan Turkiya, Malayziya, Ruminiya, Portugaliya hamda boshqa ko'plab chet el davlatlarida malaka oshirib kelishmoqda. Iqtisodiyot va pedagogika universitetida 26 tadan oshiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan tuzilgan shartnomalar asosida talabalar almashuvi tizimi yo'lga qo'yilgan. Hozirda 52 nafar talaba Erasmus Plus loyihasi asosida Yevropaning nufuzli universitetlarida tahsil olishlari uchun shartnomalar imzolangan. Shu yilning o'zida foydalanishga topshirilishi kutilayotgan universitetning yangi binosi oliygoh tarixida olamshumul voqea bo'lmoqda. Bizning yangi zamonaviy binoyimiz 40 mingga yaqin talabalarni o'qitish imkoniyatini beradi va bunda 800 o'rinli faollar zali, auditoriyalar, laboratoriya xonalari, 820 o'rinli oshxona, sport maydonlari va avtoturargohlar mavjud. Ko'rib turganingizdek, bunday qulayliklar kelajakda talabalarimizga sifatli va professional ta'lim olishlarida hamda kelgusida yetuk kadr bo'lib yetishishlariga yordam beradi.